Bismillahir-Rohmanir-Rohim. Yusuf surasi Qur'ondagi 12-sura Makkadan nozil bo'lgan 111 oyatdan iborat. Yusuf surasi bitta qissani avvalidan oxirigacha boshqa narsalarni aralashtirmay hikoya qilgan Qur'ondagi yagona suradir. Yusuf alayhissalom ulug' payg'ambarlar Ibrohim o'g'li Ishoq, Ishoq o'g'li Yoqub, Yoqub alayhissalomning o'g'illaridir. Sura Yusuf alayhissalom otasi Yoqub alayhissalomning yoniga kelib, ko'rgan tushlarini so'zlab bergan joydan boshlanadi. Yusuf alayhissalom otasi Yoqub alayhissalomning yoniga kelib dedi: Ey otajonim, men tushimda 11 yulduzni, quyosh va oyni ko'rdim. Ular menga sajda qilayotgan edilar. Yaqub alayhissalom kichik o'g'li Yusufdan ko'rgan tushini eshitib, bu tush ulug' kelajakdan bashorat ekanini angladi. Ammo bu bashoratdan hamma ham xursand bo'lavermasligini, jumladan Yusufning o'gay akalari hasad qilishlari mumkinligini o'ylab, otalarga xos ehtiyotkorlik bilan u kishi o'g'illari Yusufga: Ey o'g'ilcham, tushingni akalaringga aytmagan. Yana ular sening tushingni eshitib, hasadlari kelib, ularni shayton yo'ldan urib, senga zarar yetkazmasinlar. Yusufning akalari ular 10 kishi bo'lib, onalari boshqa edi. Otamiz bizdan ko'ra ukamiz Yusuf va uning ota-ona bir. Tug'ishgan ukasi Bunyamin ikkovini yaxshi ko'radi. Aslida ulardan ko'ra bizga ko'proq e'tibor berish kerak edi. Otamiz bu ishda adashmoqda, dedilar. Yusuf va uning ukasiga hasad qilib, Allohning payg'ambari bo'lmish otalari Yaqub alayhissalomga tuhmat qildilar. O'zaro shivir-shivir shu darajaga yetib bordiki, otalarini adashuv bo'lganda ham ochiq-oydin adashuvda deb hukm chiqardilar. So'ngra yanada kattaroq ishga jur'at qildilar. Yusufni o'ldiraylik yoki uzoq yerga olib borib tashlaylik. Shunda otamiz bizga qoladi, bizni yaxshi ko'radi. Bu ularning o'zaro maslahatlari edi. Ular nima qilib bo'lsa ham Yusufni yo'qotib, otalari faqat o'zlariga e'tibor berishi uchun harakatga tushib qoldilar. Yusufning akalari shayton vasvasasiga uchdi. Uni o'ldirishga qaror qilishdi. Lekin ichlaridan qaysi biriningdir vijdoni bu qabihlikni ko'tara olmadi. Mash'um fikr unga og'ir keldi. Bir taklif kiritdi. Yusufni o'ldirmanglar. Agar biron ish qilmoqchi bo'lsangiz, uni quduqning qa'riga tashlanglar. Ba'zi yo'lovchilar yoki savdogarlar olib ketadi. Akalari gapni bir joyga qo'yib, rejani amalga oshirish uchun harakatga tushdilar. Borib, otalarini avray boshladilar. Ey ota, sen nega Yusufni bizga ishonmaysan? Holbuki biz ham uni yaxshi ko'ramiz. Ertaga uni biz bilan yubor. Yeb ichib o'ynab keladi. Albatta biz uni himoya qiluvchilarmiz. Biz ko'pchilik bo'la turib, bitta ukamizni himoya qila olmasak, nima degan odam bo'ldik? Yaqub alayhissalom ham noiloj qolib, Yusufni akalariga qo'shib yubordilar. Yusufning akalari o'zlarining mash'um niyatlariga yetdilar. Uni quduq qa'riga tashlash haqidagi qarorlarini amalga oshirdilar. Quduq qa'rida qalbi xavfga to'lib, o'limini kutib o'tirgan yosh Yusuf quduqda o'lim xavfi ostida o'tirgan odamning birdan bir fikri, qanday qilib bo'lsa ham u yerdan qutulib chiqish bo'ladi. Yusufning quduqqa tashlanishi aslida behikmat emas, balki ro'y berajak katta hodisalar va martabalar sari bir pog'ona bo'ldi. Yusuf o'sha holda quduq qa'rida qoldi. Akalar esa qilar ishni qilib qo'yib uyga ravona bo'ldilar. Akalari yig'lagan holda uyga keldi va Yoqub alayhissalomga: Ey ota, biz Yusufni narsalarimiz oldiga qoldirib, o'zimiz qulashib ketsak, uni bo'ri yeb qo'yibdi. Rost aytsak ham, sen bizga ishonmassan. Bizni kechiring. O'g'illar otalarini ishontirish maqsadida ashyoviy dalil deb Yusufning ko'ylagini yolg'ondan qonga bo'yab olib kelishdi. Ammo Allohning payg'ambari Yaqub alayhissalom gap nimada ekanini tushundilar. Yusufni bo'ri yemagani ham u kishiga ayon bo'ldi. Yo'lovchi savdo karvoni dam olish uchun Yusuf tashlangan quduqqa yaqin joyga to'xtadi.
ular suvchilarini quduqdan suv olib kelish uchun yubordilar. Bittasi quduqqa chelak tashladi. Yusufni ko'rib quvonib ketdi. Qarashsa, husn chiroyda tengi yo'q bir yosh bola. Savdogarning ko'ngli doim tijoratda bo'ladi. Nimani ko'rsa tijorat qilishni o'ylaydi. Darhol Yusufni ham sotib foyda olishga qaror qildilar. Yerli aholi ko'rib, bolani tanib, bizdan olib qo'ymasin, deya uni yashirib qo'ydilar. Yusufni arzon bahoga, sanoqli dirhamlarga sotdilar. Ular unga qiziqmagan edilar, chunki qilmishlari fosh bo'lishidan qo'rqdilar. Yusufning hur inson ekanligi, naslining qanaqaligi oshkor bo'lib qolsa, boshlariga nimalar kelishini yashi bilardilar. Shuning uchun uni nima qilib bo'lsa ham tezroq sotishga harakat qildilar. Misrda uni sotib olgan odam Misr bosh vaziri Aziz edi. O'z xotiniga o'rniga shilab joylashtir. Shoyat bizga manfaat bersa yoki bola qilib olsak, deydi. Yusuf shu yerda voyaga yetadi. Oyaga yetib, har bir ishda to'g'ri hukm chiqaradigan sohibi ilm bo'lgan chog'ida yana imtihonga uchradi. Yusuf tushgan uydagi ayol uni karvon egalaridan sotib olgan kishining xotini undan nafsini qondirishini xohladi. U bilan fahsh ish qilmoqchi bo'ldi. Eshiklarni berkitib, bu yoqqa kel, u dedi. Yusuf xotin o'ylagan yengiltak yigitlardan emas edi. U Allohdan qo'rqadi. Alloh unga har bir narsada to'g'ri hukm chiqarishni amr qilgan. Yusuf dedi: Alloh saqlasin. Axir u joyimni yaxshilab bergan xo'jam-ku. Yusuf gapga kirmay, uning taklifini rad etgandan keyin xotin niyatiga yetish uchun unga tomon intilib qoldi. Yusuf xotindan qochib eshik tomon chopdi. Xotin qochayotgan Yusufning ko'ylagidan ushlab tortgan edi. Ko'ylakning bir parchasi qo'lida yulinib qoldi. Shu payt kutilmagan ish sodir bo'ldi. Eshik oldida u xotinning hojasiga duch kelishdi. Xotinning eri kelib qoldi. Nima qilish kerak? Makkor xotin o'zini yo'qotmay Arhol eriga dedi: Yusuf menga sening ahlingga yomon niyat bilan hamla etdi. Buzuqlik qilishni xohladi. Endi uning jazosi yoki qamoq, yoki alamli azob bo'lishi kerak. Xotinning bu bo'xtoni qarshisida Yusuf ham jim turmadi. Yusuf xotinning bo'xtonini ochiqchasiga rad etdi. Uning o'zi mening nafsimni xohladi. Yeganidan so'ng kim haq ekanini aniqlash zaruratga aylandi. Bunday hollarda bir tomonning foydasiga, ikkinchi tomonning zarariga hukm chiqarib, haqni izhor qilish uchun dalil kerak bo'ladi. U guvoh kim ekanligi, yoshi, qachon kelgani, voqeadan qanday xabardor bo'lgani aytilmaydi, lekin muhimi va keragi aytiladi. Aftidan, guvoh aql zakovatli va tadbirkor hamda odil odam bo'lsa kerak. Bu hodisadagi birdan bir ashyoviy dalildan juda o'rinli javob beradi. Voqeani hech kim ko'rmagan. Faqatgina ko'ylak yirtilgan. Shunga qarab aniqlash mumkin. Agar Yusufning ko'ylagi oldi tomondan yirtilgan bo'lsa, xotin rost aytibdi. Yusuf yolg'onchi bo'ladi. Agar ko'ylak orqa tomondan yirtilgan bo'lsa, xotin hamla qilgan. Qochayotgan Yusufni tutish uchun ortidan tashlanib, ko'ylakni yirtgan bo'ladi. U holda xotin yolg'on gapirgan, Yusuf esa rostgo'y bo'ladi. Oqilona gap, odilona hukm. Aziz Yusufning ko'ylagi orqa tomonidan yirtilgani ko'rgan edi. Hamma narsani tushundi, lekin bu ishga oddiy qaradi. O'ziga o'xshagan oq bilaklarga o'xshab, xotiniga bir narsa demadi. Ochiq oydin aybdor bo'lib turgan xotinga bir og'iz ham gap aytmadi. Shu ishratga berilgan tabaqalar orasida bunaqa hodisalar tez-tez uchrab turardi. Shuning uchun ham bu nomusizlikka tuzukroq chora ko'rishning o'rniga yopig'liq qozonni yopig'liq holida qoldirishga harakat qildi. Oilasining aybini ochishi mumkin bo'lgan birdan bir shaxsga Yusufga: Ey Yusuf, sen bu ishni unut, ya'ni esingdan chiqarib yubor. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Yopig'lik qozon yopig'ligicha qolaversin. Ichkarida nima bo'lsa, bo'laversin. Ichkaridagi gap tashqariga chiqmasligi kerak. Lekin har qancha urinmasinlar, baribir shahar ayollari o'rtasida bu gap tarqab ketdi. Chunki bu zinatga, ayshu ishrat, kayfu safoga berilgan tabaqaga shunaqa ish kerak. Bir gapning uchini topsalar, bo'ldi. Unga qo'shib chatab, olamga doston qilib yuboradilar.
Shahardagi ayollarning mish-mishlaridan xabardor bo'lgan Azizning xotini ularning hammasini mehmonga chaqirdi. O'zi oldindan tuzib qo'ygan reja bo'yicha har birlariga pichoq berdi. Mehmondorchilikda dastur ondagi noz-ne'matlardan kesib yeb o'tirishardi. So'ngra Yusufga ularning oldiga chiqib dedi, meni malomat qilgan og'zi polvon xotinlar seni bir ko'rib qo'ysinin. Uni ko'rgan chog'larida lol qoldilar. Yusuf mehmonlarning huzuriga chiqdi. Ayollar uning husnu jamolini ko'rib, boshlari aylanib lol qoldilar. Hayratga tushdilar va bediyor qo'llaridagi pichoqlar bilan qo'llarini kesdilar. Mehmon ayollar tamoman o'zlarini yo'qotdilar. Qo'llari kesilganini ham sezmasdan hayrat va hayajonlarini yashira olmay betiyor yopiq Parvardigoro. Bu bashar emas. bu karamli farishtaning o'zi-ku, deyishdi. Ana shunda Azizning xotini ularning bu holini, Yusufning husnu jamoli oldida taajjub va hayrat ila lol bo'lganlarini ko'rib, o'zini g'olib sezdi. Endi u o'zini malomat qilgan ayollar ustidan kula boshladi. Ha, qani aytingchi, nima bo'ldi? Nimaga qo'lingizni kesib oldingiz? Nimaga buni bashar emas, malak demoqdasiz? Qanday bo'lar ekan? Gapirish juda oson. Endi Azizning xotin fahish ishni xohlaganini ham yashirmay qo'ydi. Yusufning pokligini ham tan oldi. Ayol faxrlana boshladi. Misrning kazo ayollari oshiqu beqaror bo'lib qolgan yigit uning xizmatkori edi. Uning qo'li ostida edi. Uning aytganini qilar edi. Ayollar oldida faxr bilan agar u mening amrimni bajarmasa, albatta qamaladi va xor bo'ladi. Endi Yusufni faqat Azizning xotini emas, mehmonga kelgan ayollar ham yaxshi ko'rib qolishgan edi. U ayollar ham Azizning xotinini qo'llab-quvvatlashardi. Shunday qilib Yusuf alayhissalomning boshlariga yangi sinov keldi. U kishi qamoqqa tushdi. Qamoqda turli odamlar bor edi. Jumladan Yusuf alayhissalomga o'xshab oliy tabaqa istagan ishni qilmay, ularning qahriga uchraganlar ham. Yusuf alayhissalomning aql zakovati, taqvosi, xudojo'yligi oshkor ko'rinib turganidan qamoqdagi odamlar u zotga ko'ngillarini ochadigan, maslahat so'raydigan bo'lishdi. Yusuf alayhissalom qamalganda boshqa ikki yigit ham bandi edi. Bir kuni o'sha ikki yigit u kishining huzurlariga kelishdi, ko'rgan tushini aytishdi. Ulardan biri men tushimda uzumni siqib, undan xamir sharob tayyorlab yuribman, dedi. Boshqasi esa men boshimdan non ko'tarib yuribman, qush undan yemoqda, dedi. Bizga buning ta'birini ayt, biz senga albatta yaxshilik bilan javob beramiz, deyishdi. Yusuf alayhissalom tush ta'birini aytishda odob bilan ish tutdilar. Tushida sharob tayyorlayotgan yigit yana borib, xo'jasi podshoh saroyida soqiy bo'lib xizmat qiladi. Tushida boshida non ko'tarib yurgan, o'sha nondan qushlar cho'qib yeyayotganini ko'rgan yigit esa osiladi va qushlar kelib boshini yeydi. Yusuf alayhissalom bu ikki kishining tushlarining ta'birini aytib bo'lganlaridan so'ng, ulardan biriga, ya'ni soqiyga, Xo'jang huzurida meni esga ol, meni aybsiz ekanligimni ayt. Chunki tush tabri bo'yicha bu yigit yana saroyiga kirib, xo'jasi podshohga soqiy bo'lishi kutilardi. Xuddi o'sha podshoh Yusuf alayhissalomni surishtirmay netmay, turli ig'vo bo'xtonlar asosida qamashga amr qilgan edi. unga yaqin bo'lgan soqiy qamoqda begunoh hukm ila bir mazlum yotganini eslatsa, biror najot bo'larmikan degan xayolga bordilar. Darhaqiqat, tushning ta'biri to'g'ri chiqdi. Haligi yigit qamoqdan ozod bo'lib, yana podshohga soqiylik qila boshladi. Ammo Yusuf alayhissalomning iltimosini unutdi. Oqibatda Yusuf alayhissalom qamoqda bir necha yil qolib ketdi. Misr podshohi tush ko'rdi. Tushida 7 semiz sigirni 7 oriq sigir yeyayotganini va 7 yashil boshoqni va shuncha qurug'ini ko'rdi. Podshoh vazirlar va olimlarga bu tushning ma'nosi nima ekanligini so'radi. Sababi podshoh bu tushni bir necha marta ko'radi.
Ayonlar podshoh tushining yaxshilikka dalolat qilmasligini bilsalar ham, qandaydir ko'ngilsizlikka ishora ekanligini anglasalar ham, bu haqda hech narsa demadilar. Hukmdorlar atrofidagi ayonlarning doimiy odati bu. Hukmdorga yoqadigan gaplarni tashishda bir-biri bilan musobaqa qilishadi. Ammo unga yoqmaydigan gap bo'lsa, aytishdan o'zlarini tortadilar. Misr podshohining ayonlari ham xuddi shu ishni qildilar. O'zlarini chetga olib, bu alg'ov-dalg'ov tush ekan, bunaqa tushlarning ta'birini bilmaymiz, deb qutuldilar. Podshoh huzurida ayonlar ishtirokida tush haqida bahs qiziganda, o'sha yerda izmat qilib yurgan Soqiyning esiga qamoqda tushining ta'birini aytib bergan shaxs, ya'ni Yusuf alayhissalom tushda. Uning tush ta'birini aytishdagi ilmini hayotida sinab ko'rganidan, u haqda jamoatga, podshohga xabar berishni lozim topdi. Bu tushning ta'birining biladigan odam borligi, u odam begunoh qamoqda ekanligini aytdi. Soqiyni Yusufning oldiga yubordilar. Soqiy qamoqqa kirib Yusufni topdi. Unga podshohning tushini ta'bir qilib berishni so'radi. Keyin ularga borib yetkazishi zarurligini ham ta'kidladi. Yusuf alayhissalom unga quyidagilarni aytdilar. Podshoh tushida ko'rgan 7 semiz sigir va yashil boshoqning ta'biri shuki, 7 yil juda ser hosil keladi. U yillarda sizlar ketma-ket don ekib, hosil to'playsizlar. O'shanda to'plagan hosillaringizni boshoqda qoldiring. Yaxshi saqlanadi. Chirimaydi. Qurt-qumursqalar teshib ketolmaydi. Faqat o'zingiz uchun yeyishga yarashasini olsangiz bo'laveradi. Ser hosil 7 yildan keyin yana shuncha shiddatli qahatchilik yillari keladi. Podshohning chudagi 7 oriq sigir va quruq boshoq shunga ishorat. O'sha 7 shiddatli qahatchilik yili o'zidan oldingi 7 serobchilik yilini sarf qiladi. Boshqacha qilib aytganda, 7 mo'l ko'lchilik yilida to'plangan hosilni 7 qahatchilik yilida yeysizlar. Faqat urug' uchun saqlab qo'ygan ozgina dongina yeyilmay qoladi. Qoqiydan xabarni eshitgan podshoh Yusuf alayhissalomni huzuriga olib kelishni amr etadi. Podshohning amri bilan elchi tezda Yusuf alayhissalomning oldilariga qamoq onaga keldi va xushxabarni yetkazdi. Yusuf alayhissalom qamoqdan chiqishdan avval podshohga ham, boshqalarga ham o'zlarining beayb ekanliklarini bildirib qo'yishni va orani ochiq qilib olishni xohladi. Shu bois ham elchidan podshoh oldiga qaytib borib, qo'llarini kesgan xotinlardan asli voqeani qanday bo'lganini so'rashni iltimos qildilar. Tushning ta'biridan keyin kelajakda Yusuf alayhissalomga ko'p muhtoj bo'lishini sezgan podshoh u zotning talablarini darhol amalga oshirdi. Hamma narsa ayon bo'lganini, inkor qilishdan foyda yo'q ekanini anglab yetgan xotinlar ochig'ini aytdilar. Yusuf alayhissalomda ayb yo'qligini, pok ekanliklari ma'lum bo'lganidan so'ng, podshoh uni qamoqdan chiqarib olib kelishni amr qildi va u zotni o'ziga xos kishilardan qilib olishini aytdi. Podshoh Yusufning o'z istagiga ko'ra xazinabon qilib tayinladi. Misr o'lkasi kelajakda shunday odamga muhtoj edi. El yurtni qiyinchiliklardan saqlash uchun Yusuf alayhissalomga o'xshash halol, pok, omonatli, jig'ildona va hamyonini emas, xalqni, elu yurtni g'amini yeydigan, Allohdan qo'rqadigan, taqvodor odam kerak edi. Yusuf alayhissalom xuddi o'sha odam edi. 7 yillik qahatchilik tufayli Yusufning yurti Kan'onga ham ocharchilik yetgan edi. Yusuf alayhissalomning tadbirlari tufayli Misr ahli bu qahatchilikdan katta zarar ko'rmadi. Hatto boshqa o'lkalar ulardan oziq-ovqat borasida yordam so'rab kela boshladi. Misrda oziq-ovqat serobligini eshitib, Yusuf alayhissalomning og'a-inilari ham shu yoqqa kelishdi. Yordam so'rovchilar dastlab shu ishning boshida turgan birinchi shaxs Yusuf alayhissalomga uchrashlari lozim edi. Yusuf akalarini tanidi. Chunki doim ular haqida so'rab, surishtirib turar edilar. Ular esa uni tanimadilar, sababi uni quduqqa tashlaganlaridan so'ng o'ldi. Uni bo'ri yeb ketdi, deb e'lon qilishgan edi. Shu sababli uni nafaqat o'zlari, balki boshqalar ham unutib yuborgan edilar. Yusuf alayhissalom hammani tanib bilib muomala qiladilar.
og'a-inilari esa bilmasdan. Og'a-inilarini yashilab mehmon qilib, suhbat davomida ulardan kerakli gaplarni olib bo'lgan Yusuf alayhissalom ularga so'ragan narsalarini, oziq-ovqatni ham berdilar. Jo'nab ketishlaridan oldin yanagi safar ota bir inilarini ham olib kelishni tayinladilar. Shu bilan o'sha ota bir iningizni birga olib kelsangiz, yana to'la o'lchovda kerakli narsa olasiz va yaxshi mehmon bo'lasiz. Aksincha bo'lsa, ularga hech narsa o'lchab berilmasligini va bu yerga yaqin kela olmasliklarini ham ta'kidlab qo'ydilar. Akalari ota bir inilarini olib kelish o'zlariga bog'liq emasligini aytdilar. Otamizdan so'rab ko'ramiz, rozi bo'lsa, albatta olib kelamiz dedilar. Otalari huzuriga qaytib borganlarida Yaqub alayhissalomning yurtida oziq-ovqat masalasi o'ta muhim muammoga aylangan edi. Shuning uchun olib kelgan yuklarini ochmay yana orqaga qaytib, oziq-ovqat olib kelish choralarini izladilar va gapni shundan boshladilar. Endi ukalarini birga olib bormasalar, oziq-ovqat berish man qilinishini aytishdi. Yaqub alayhissalom o'g'illariga shunday dedi: Sizga ishonib, uning akasi Yusufni topshirgan edim. Nima bo'ldi? Endi bunisini ham sizga topshiraymi? Siz yaxshi himoya qilamiz, saqlaymiz deb va'da bermoqdasiz. Menga va'dangizning keragi ham yo'q. Men bu va'daga ishonmayman ham. Otalari qanchalik qarshilik qilsalar ham akalari uni ishontirishga harakat qilar edi. Ocharchilik bo'lgani uchun Yaqub alayhissalom oxir oqibat rozi bo'ldi. Faqat bitta shart bilan: o'g'illar, agar halokatga uchrab noiloj qolmasak, albatta ukamizni sog' salomat qaytarib olib kelamiz, deb Allohning nomi ila qasam ichishlari kerak edi. O'g'illari rozi bo'ldi. So'ngra Yaqub alayhissalom ularga nasihat qildi. Akalari kichik ukalari Bunyamin olib yana Misrga Yusufning oldiga qaytishdi. Yusuf alayhissalomning huzurlariga kirgan vaqtlarida u zot mehmonlarni yana yaxshi kutib oldilar, izzat qildilar. Kichik ukalarini yonlariga olib, boshqalarga bildirmay, men akangman deb o'zlarini tanitdilar. Benyaminga akalari oldin qilgan ishlaridan xafa bo'lmasligini aytdi. So'ngra vaqti soati kelib, mehmonlar o'z yurtlariga qaytib ketadigan bo'ldi. Yusuf alayhissalom og'a-inilarining jihozlarini hozirlayotgan odamlarga aytib, kichik ukasining yukiga bir suv idish qo'shtirib qo'ydilar. Ular jo'nab ketganlaridan so'ng orqalaridan bir odam yuborib, ularni o'g'rilikda aybladi. Kichik ukalarining yukidan suv idishning chiqqanini ko'rib, akalar dahshatga tushdilar. Ular o'zlarini oqlash uchun navbatdagi yolg'onni gapirdilar. Ular: kichik o'gay uka o'g'rilik qilgan bo'lsa, bu ajablanarli emas. Uning tug'ishgan akasi ham oldin o'g'rilik qilgan edi. Bu ish ularning tabiatida bor o'zi, deyishdi. Shu bilan o'zlarini oqlashmoqchi edi. Ammo Yusuf alayhissalom ko'ngilga tugib qo'ydilar. Ularning yolg'on gapirayotganlarini oshkor qilmadilar. Siz buni ayblamoqdasiz, lekin aslida o'zingiz bundan ko'ra yomonroqsiz. Yolg'on gapirib, birovni yomonotliq qilmoqdasiz. Kim o'g'ri-yu kim to'g'riligini, kim yaxshi-yu kim yomonligini o'zingiz yaxshi bilasiz, dedi. Bu gapdan so'ng ular bir oz o'zlariga keldi. Otalarga Allohning nomi bilan qasam ichib bergan va'dalari yodlariga tushdi. Bolaning qari otasi borligini aytib, podshohni rahmini keltirishmoqchi bo'lishdi. Uning o'rniga xohlagan boshqa bittasini olib qolishni taklif qilishdi. Ortidan undan doimo yaxshilik ko'rib kelayotganlarini eslab, maqtab ham qo'ydi. Og'a-inilarning kattasi bo'lib o'tgan voqeadan keyin mas'uliyatni o'z bo'yinga oldi, etdi. Otasi oldiga qaytib borishga jur'at qila olmadi. Bu birinchisi emas. Avval ham Yusufni olib chiqib ketib, usiz qaytgan edik. Endi esa otamizga Alloh nomi bilan qasam ichib, va'da berganimizga qaramay, uning ukasini ham tashlab ketolmaymiz. Sizlar, ey ukalarim, yurtimizga qaytib boringlar va otamizga bo'lib o'tgan voqeani aytib beringlar, dedi. Katta aka va kichik ukani qoldirib qolgan og'a-inilar uyga qaytdilar. Otalariga bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi.
Yaqub alayhissalom chiroyli sabr qildi. Musibat sababchilari bo'lgan o'g'illariga osilmadi. Ulardan yuz o'girib g'am qayg'uga tushdi. Dardu alamni ichiga yutdilar. Bu ishlar o'z ta'sirini ko'rsatdi. U kishining ko'zlariga oq tushib ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Yoqub alayhissalom o'g'illariga aka ukalarini izlashini, topib kelishini aytdi. Otalaridan bu gaplarni eshitgan o'g'illar yo'lga chiqdi. 3-bor Misrga keldi va Yusufga uchradilar. Gaplaridan ko'rinib turibdiki, ularning ahvoli og'ir. Avvalgidek bor narsalarini oziq-ovqatga almashtirishga imkonlari ham qolmagan. Olib kelgan mollari juda arzimas. U mollarga yarasha emas, balki ko'proq oziqa olsalar ham ehtiyojlari qonmaydi. Sadaqaga muhtojlar. Avvalgi gerdayishlardan asar ham yo'q. Yusuf o'zini tanitish vaqti yetganini angladi va akalariga qarab: Johillik paytingizda Yusufga va uning inisiga nima qilganlaringizni bilasizlarmi? Men Yusufman, mana bu inim. Yusufning akalari shoshib qoldi. Chunki ular bilan anchadan beri muomala qilayotgan Misr bosh vaziri bir vaqtlar o'zlari hasad orqasida quduqqa tashlab yuborgan ukasi Yusuf bo'lib chiqishini hech kutmagan edilar. Ular ko'zlariga ham, quloqlariga ham ishonmay, yana bir bor so'rab tasdiqlab oldi. Akalari o'zlarining xato qilganlarini tan oldilar. Alloh taolo ularning qasdlari yo'q qilmishlariga qaramay, ukalarini har narsada ustun qilib qo'yganini ham e'tirof etdilar. Yusuf akalariga o'tgan ishga salovat. Bugun sizni birov ayblamoqchi emas, uyaltirmoqchi ham emas, dedi. Yusuf alayhissalom akalari bilan gaplashib hamma narsadan, jumladan otalari Yaqub alayhissalomning farzand firog'ida yig'lab ko'zlari ojiz bo'lib qolganini ham bilgan edi. Shuning uchun akalariga o'zlarining bir dona ko'ylaklarini berib, mening mana bu ko'ylagimni olib borib, otamning yuziga tashlang, ko'zi ochiladi, dedilar. Akalari yurtiga qaytdi. Karvondagi o'g'illardan oldin ularning xushxabarchisi Yaqub alayhissalomning oldilariga yetib bordi. Biror kishini sen oldinroq borib otamizga xushxabarni yetkaz, bu ko'ylakni ber, ko'zlari ochilsa ajab emas deyishdi. Yusuf alayhissalomning hitlari urgan ko'ylak bahona Allohning irodasi bilan Yaqub alayhissalomning ko'zlari ochilib qaytadan ko'radigan bo'ldi. Yetib kelgan o'g'illar o'z xatolarini to'la tan oldilar va bo'lgan voqeani aytib berdi. Shundan so'ng hammalari Yaqub alayhissalom boshchiliklarida yurtlari Kan'ondan Misrga qarab yo'lga tushdi. Yusuf alayhissalom ota-onasini o'ziga xos ehtirom va izzat ila qarshiladilar. Ularga alohida muomalada bo'ldilar. Izzat ikromlarini joyiga qo'ydilar hamda ular Misr yerida o'zlari bosh vazir bo'lib turgan yurtda omonlikda ekanliklarini e'lon qildi. So'ngra Yusuf alayhissalom Alloh taologa ne'matlarini bergani uchun shukrlar aytish bilan birga oxiratning ne'matini ham berishini so'radilar. Yusuf alayhissalom 110 yil umr ko'rdilar. Dastlab Misrga dafn qilindilar. keyin vasiyatlariga binoan aka-ukalari xoklarini Shom yerlaridan Noplusga olib borib ko'mdilar. Shunday qilib, avvalidan oxirigacha bitta qissadan iborat bo'lgan Yusuf surasi Qur'on qissalari aql egalari uchun ibrat ekanligi haqidagi oyat bilan tamom bo'ladi.